Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi avzorimiz mana shu naslli avlikol sharalel mollarimiz kelgan. Shularni batafsil ma'lumotlarini beramiz. Bugungi sanamiz 26-iyun, haftaning dam olish kuni 2026-yil. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand tuman Andijoniy mahallasiga, Obulgayni oldiga mana shu fermamiz. Hozir soniga kelsak, soni nechi bosh? 37 bosh aka. Ha, hozir 37 bosh avlikolimiz bor. 47 ta kelgan, 10tasi sotildi-da. So'rashni 10tasi sotilibdi. Ularning batafsil ma'lumotini beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga podpisatsiya yo obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirgizib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Albatta esingizdan chiqmasin. Bunday bitta laykni bossak, mana bunaqa sortli mollarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Soni 37 bosh, 6 oydan 10 oylikgacha qarib yoshiga yetibdi, kattasi. Bu taraflarga kattasi ham bor. Narxi nech pul zarur? Narxi. Ha, 25 dan 35 gacha. Kattasi 15 dan. Mana bular katta-da, mana bular, ha? Mana bular. Maşallah. Bular bir necha chiqadi? 120-30 dan atrofiga. Lekin oli 35 million. Maşallah. Ular 4 kun bo'lgan kelganiga, endi charchog'i chiqyapti. Bir haftaga o'ziga kelib qoladi-da. Ana videosini tashlagan edingiz-ku Telegramga. U option boshqacha qonunlari chiqqan edi-da, endi o'ziga kelyapti mana. Dastavka xizmatimiz qanday bo'ladi? Dastavka shu Samarqand bo'ylab kelishga bog'liqda. Ha, kelishilgan holatda. Misol uchun mashina topib beradi. Qayerdan bo'lsa farqi yo'q. Bu hammasini bir joyga narxini ayting qani? Bir joyga. Ha, hammasi bir joyga. 37 boshni bitta olaman deganga nech bu? 329 deyapman, kelishib beramiz endi. Kelish joyi bor. Ha, 29 million yana kelishadigan joyi bor. Keladi, ko'radi, dastavkasi bor unga. Ha, bor. Beramiz mayli. Maşallah. Samarqand bo'ylab. Bitta haydan. Bitta ko'rsatamiz hozir. Mana azizlar. Mana fermadan realni birinchi qo'l. Naqa olib sotar emas, birinchi qo'l. Firdoz ukamiz, mana Farruh ukamiz o'zimizning mahalladan shunday olib kelgan. Endi tirikchilikka sotamiz deyapti. Naqa ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l emas, birinchi qo'l. Haqiqatan borib videosini tashlaganda mollar zo'r, sog'lom. Hayda. Mana ularni ko'ryapsizlarmi? Hey. Maşallah. Bitta ko'rsatamiz. Ular aka sifatiga gap yo'q, huzurligi ham, kattaligi ham. Maşallah. Hamma tomonlama aka gapiradi bunlar. Bular aslan nima yeyapti? Silos beda. Silos beda kepak berish kerak ekan. Endi ana bu bo'lgandan keyin samon berish ham mumkin. O'sha 4-5 kun bo'lgandan keyin samon bersa bo'ladi. Maşallah. Ichishi muammo emas. Maşallah. Aziz do'stlar, videomiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kimga mana shunaqa mollar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga telefon qilib, lakasini tashlab beraylik. Shu nomerga Telegram bor. Bemalol kelib ustiga savdo qilasizlar. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar.